أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sure Fatiha 7 oyat Mekke'den nazil bo'lgan nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jimi hamdu sana olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Allah nihoyatda shafqatlik va mehribondir. Qiyomat kunining egisidir. Rabbimiz, sana ibodat qilamiz va sendinli yordam tilaymiz. Bizni to'g'ri yo'lga boshlig'in. G'azipinga yo'liqqanlarning va ozg'anlarning yo'liga emas, sen in'om qilganlarning yo'liga boshlig'in. Sura Baqara Madinadan nazil bo'lgan 286 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir. Ular g'ayibga ishinadi. Namozni ado qiladi. Ular biz bergan mol-mulkdan Alloh yo'liga sarf qiladi. Ular sana nazil qilingan kitobga, sendan ilgirki payg'ambarlarga nazil qilingan kitoblarga ishinadi va oxiratga shaksiz ishinadi. Ani shular Parvardigoringning to'g'ri yo'lida bo'lg'uchilardir. Ani shular baxtga erishguchilardir. Shubhisizki kafirlarni ogohlantirmamsan baribir. Ular iman etmaydi. Allah ularning dillarini va quloqlarini pechatlayotgan. İmanның nuri kirmaydi. Ularning ko'zlari pardlangan. Haqiqatni ko'rmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Kishilar orasida Allohga va oxirat kuniga ishondik deguchilar bor. Haqiqatda ular ishonmaydi. Ya'ni og'zida ishondik degani bilan ko'nglida ishonmaydi. Ular Allohni va mu'minlarni aldamoqchi bo'ladi. Haqiqatda ular tuymasdan o'zlarini aldaydi. Ularning dillarida kesal, ya'ni munofiqlik va shaklanish bor. Allah ularning kesilini kuchaytirdi. Yolg'on so'zlaganliklari, ya'ni yolg'ondan imanni da'vo qilganliklari va Allohning oyatlarini masxir qilganliklari uchun ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qilguvchilarmiz deydi. Bilinglarki, ular haqiqatan buzg'unchilardir. Lekin buni o'zlari tuymaydi. Ularga, ya'ni munofiqlarga iman etgan kishilardek, ya'ni sahobalardek chin ko'nglinglar bilan iman etinglar deyilsa, biz iman etgan ahmoqlarga o'xshash iman etamdik deydi. Bilinglarki, ularning o'zlarilar ahmoqlar. Lekin buni ular tuymaydi. Ular mu'minlar bilan uchrashqinida biz iman etdik deyishdi. Shayatunlari, ya'ni munofiq katiboshlar bilan yolg'iz joyda tepishqanda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan billimiz. Faqat tilimizning uchida iman etib qo'yib, mu'minlarni masxir qilamiz deydi. Masxir qilganliklari uchun Allah ularni jazolaydi. Ularni gumrohliklarida qo'yib berdi-ki,
Ular tımırqıgan halda жүрüşüdü. Ani shular hidoyatni berib, gumrohlikni oldi. Shunga sodisi foyda keltirmadi. Ular hidoyat topquchi bo'lmadi. Ular go'yoki kechida isinish va yo'riqlik elish uchun o't yoqqan kishilarga o'xshaydi. O't ularning atrofini yo'ritganda Allah ularning o'tining yo'riqini o'chiribdi. Ularni atrofidagi hech narsani ko'rolmaydigan qorong'ulikda qoldirdi. Ular gastur, ya'ni gas anglayolmagandek yaxshilikni anglamaydi. Gachidir, ya'ni gachi so'zlayolmagandek yaxshi ishni so'zlayolmaydi. Kordur, ya'ni ko'r bo'lib qolgandek to'g'ri yo'lni ko'rmaydi. Shunga ular gumrohlikdan qaytmaydi. Yoki ular zulmatlik guldirmomilik va chaqmoqlik qattiq yomg'irda qolgan go'yo chaqmoq so'qib etib o'lib ketishdan qo'rqib quloqlarini barmoqlari bilan etib olgan kishilarga o'xshaydi. Allah kofirlarni, ya'ni ularning hamma ahvolini bilib turg'uchidir. Chaqmoq chaqqanda ular ko'z nuridan ayrilib qolg'ili tas qoladi. Ular chaqmoq yo'riqida mengib oladi. Qorong'ulik qoplaganda turib qoladi. Allah xolisi edi. Ularni anglash va ko'rish quvvatidan albatta mahrum qiladi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Ey insonlar, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Allah sizlarga zaminni to'shak va osmonni bino, ya'ni yulduzlarning zishliqida binoga o'xshash qilib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarga rizq bo'lish uchun yomg'ir orqali turli mevalarni o'stirib berdi. Endi Allohga sherik keltirmanglar. Halbuki sizlar Allohning sheriki yo'qligini bilib tursizlar. Bandimiz Muhammadga biz nozil qilgan Qur'ondan shaklansanglar, Qur'onga o'xshash biror surini maydonga chiqarib yiqinglar. Qur'onga ta'arruz qilishda Allohdan boshqa yordamchilarning hammasini yordamga chaqiringlar. Qur'on insonning so'zi degan gapinglarda rostchil bo'lsanglar. Agar munda qilolmasanglar, hargizg'u qilolmaysizlar. Kofirlar uchun tayyorlangan inson va toshlar yiqilg'i bo'lgan do'zaxdan saqlaninglar. Ey Muhammad, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga ularning ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kiradiganligi bilan xush xabar bergin. Ular jannatning biror mevasidan rizqlandirilgan chaqda buning bilan burun dunyodami rizqlandirilgan edik deydi. Ularga ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar beriladi. Jannatlarda ularga pok jubtilar, ya'ni hurlar beriladi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Allah haqiqatan pasha va uningdanmi kichik narsalarni misol qilib keltirishdan tortinib qolmaydi. Müminler bo'lsa, uni Parvardigori tarafidan nozil bo'lgan haqiqat deb biladi. Kofirlar bo'lsa, Allah bu narsalarni misol qilib keltirishdan nimani iroda qiladi deydi. Allah bu misol bilan nurg'un kishilarni uni inkor qilganlikdan ozdirdi va nurg'un kishilarni uni tasdiqlaganlikdan hidoyat qiladi. Shu orqali faqat fosiqlarni ozdirdi. Fosiqlar
Allah va'da olgandan keyin bergan va'dasini buzudi. Allah ulashqa buyurgan shayini uzib qo'ydi. Ya'ni sizlar rahim qilmaydi. Yer yuzida buzg'unchilik qiladi. Ana shular ziyon tatqichilardir. Allahni qandoqmi inkor qilasizlarki? Jonsiz edinglar. Allah sizlarga jon berdi. Ya'ni otanglarning pushtida, onanglarning qornida abi ma'ni edinglar. Keyin ajlinglar to'shqanda Allah jininglarni oladi. Ondan keyin tirildirdi. Ondan keyin Allah'ның dergahıga hesap beriş üçün qaytırılısılar. Allah yer yüzüdeki hemme nersini sizlerinin paydalanışınlar üçün yarattı. Ondan osmanni yaratışqa yüzlenip, onu kusursuz 7 osman qilib tamamladı. Allah her nersini bilgichidir. Öz vaqtida Perverdigarın periştelerge, men yer yüzüde halife, yani orun basar yartimen dedi. Perişteler, yer yüzüde buzgunçılık kılıdgan, kan töküdgan şahsını halife kılamsen, halbuki biz bolsak seni pak dep medihileymiz, mukaddes dep medihileymiz, dedi. Allah, men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman, dedi. Allah bütün şeylerning nomlarini odamga o'rgatdi. Ondan ularni farishtalarga ko'rsatib, xalifa bo'lishga odamga qaraganda biz haqliq deydigan qarshinglarda rostchil bo'lsanglar, bu şeylerning nomlarini menga aytib beringlar, dedi. Farishtalar, seni bütün kemçiliklerden pak dep tanıymiz. Biz sen bildirgenden başqını bilmeymiz. Hakikaten sen hemmini bilgichidursan, hikmet bilen iş qilg'uchidursan, dedi. Allah, ey Adem, ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergin, dedi. Adem ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan chaqda Allah, men sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayiblarni haqiqatan bilib turaman. Oshkora va yoshirin ishinglarni bilib turaman demaganmidim, dedi. O'z vaqtida farishtalarga odamga sajda qilinglar, dedik. İblis'tin başqa hammasi sajda qildi. İblis sajda qilishdan bosh tortdi. Takabburlik qildi. O kafirlardan bo'lib ketdi. Biz Ademga, ey Adem, sen xotuning, ya'ni Havva bilan jannatda turinglar. Jannatdagi narsalardan xohlaganinglarcha kang tasha yeb ichinglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar, ya'ni mevasidan yemanglar. Bo'lmasa o'zinglarga zulm qilg'uvchilardan bo'lib qolasizlar, dedik. Shayton u ikkisini teyildirdi. Ya'ni mani qilingan daraxtning mevasini yegizib xatolashtirdi. Turayotgan jannatdan chiqardi. Odamga, Havvaga, İblisqa bir-biringlar bilan o'chakashgan holda jannatdan yer yuziga tushinglar. Yer yuzida vaqtliq ajlinglar to'shqicha yerlashinglar va ne'matlardan bahramon bo'linglar, dedik. Odam Parvardigordan bir qancha so'z ta'lim oldi. Ya'ni gunohining kechirilishi uchun o'qiydigan duo onunğa ilham arqılıq bildirildi. Allah onun tövbesini qabul qildi. Allah haqiqatan tövbini bekmi qabul qilg'ichidir. Bandalarga nihoyatda mehribondir. Ularga hammanglar bu yerdan tushinglar.
sizlarga men tarafdan bir yo'l ko'rsatguchi, ya'ni payg'ambar keladi. Yo'limga ergashganlarga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi dedik. Kafirlar va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. İsrail avlodi, mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar. Manga bergan iymon etish va toat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar. Menmi sizlarga qilgan savob berish haqidagi va'damga vafo qilaman. Mendilla qo'rqinglar. Men nozil qilgan Tavratni tasdiq qilguvchi Qur'onga iymon keltiringlar. Qur'onni birinchi bo'lib inkor qilguvchi bo'lmanglar. Oyatlarimni arzon bahoda setib etmanglar. Mangli taqvodorlik qilinglar. Haqni botilga, ya'ni Allah nozil qilgan haqiqatni o'zinglar o'ydirib chiqqan narsaga aralashtirmanglar. Haqni bilib turib yo'shirmanglar. Namozni ado qilinglar. Zakatni beringlar. Ruku qilguvchilar bilan birga ruku qilinglar. Kishilarni yaxshi ishga buyurib, o'zinglarni untumsizlar. Halbuki sizlar kitob, ya'ni Tavratni o'qib tursizlar. Tushunmamsizlar? Sabr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohdan qo'rqquchilar, ya'ni kamtarlik bilan Allohga bo'ysunguchilardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatlik ishdir. Allohdan qo'rqquchilar Parvardigoriga cho'qim muloqot bo'ladiganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib boradiganligiga jazman ishonadi. İsrail avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda tamom jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Kishi kishiga asqatmaydigan, hech kishining shafoati qabul qilinmaydigan, hech kishidan fidya ilinmaydigan, ular ya'ni kafirlar va gunohkor bandalar yordamga erishamaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida sizlarni qattiq qiynagan, o'g'illaringlarni bo'g'izlab, qizlaringlarni ishqa silish uchun tirik qoldirgan Firavun guruhidan sizlarni qutqizdik. Bu Parvardigoringlarning yaxshi odam bilan yomon odamni ajratadigan cho'ng siniqi edi. O'z vaqtida dengizni yerib sizlarni qutqizdik. Ya'ni dengizning suyini o'ttirdan bo'lib, quruq yo'l hosil qilib, shu yerdan sizlarni salomat o'tkazdik. Va Firavun guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik. O'z vaqtida Musoga 40 kecha o'tgandan keyin Tavratni nozil qilishni va'da qildik. U sizlardan ayrilgandan keyin o'zinglarga zulm qilib, Mo'zayni ma'bud qilib oldinglar. Shuningdan keyin shukr qilsin deb sizlarni afu qildik. O'z vaqtida sizlarni hidoyat topsin deb Musoga haqni botildan ayirg'uchi kitobni, ya'ni Tavratni berdik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga: "Ey qavmim, sizlar Mo'zayni ma'bud qilib, haqiqatan o'zinglarga zulm qildinglar. Yaratquchinglarga tavba qilinglar. Mo'zayga cho'qinmaganlar, cho'qinganlarni o'ltirsin" dedi. Munda qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir. Allah tavbanglarni qabul qildi. Allah tavbani haqiqatan bakmi qabul qilguchidir. Nihoyatda mehribondir. O'z vaqtida: "Ey Musa, Allohni ochiq ko'rmagicha sana hargiz ishonmaymiz" dedinglarda, sizlarga nozil bo'lgan
azobni ko'rib turguninglar holda sizlarni chaqmoq so'qdi. Ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lguninglardan keyin qayta tirildirdik. Sizlarga bulutni soyvan qilib berdik. Sizlarga taranjibin bilan bo'dunini tushirib berdik. Biz sizlarga rizq qilib bergan pok, shirin narsalardan yeb ichinglar, dedik. Ular ne'matlarimizga nonko'rlik qilish bilan bizga emas, faqat o'zlariga zulm qildi. O'z vaqtida Musa orqali ajdodinglarga bu shaharga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. U yerda xohlaganinglarcha kang tasha yeb ichinglar. Baytul Muqaddas darvozasidan shukr qilish yuzasidan sajda qilgan holda kiringlar. Parvardigorimiz gunohlarimizni kechirgin denglar. Gunohlaringlarni mag'firat qilamiz. Yaxshilarga texmo ortiq savob beramiz, dedik. Zulm qilg'uvchilar o'zlariga so'zlangan so'zni boshqa so'zga o'zgartiribdi. Zulm qilg'uvchilar yo'ldan chiqqanliklari, ya'ni Allohga osiylik qilganliklari uchun ularga osmondan azob tushirdik. O'z vaqtida Musa o'z qavmi uchun suv talab qilgan edi. Biz uningga Hasan bilan toshni urg'in dedik. Toshdan 12 buloq etilib chiqdi. Hamma odam, ya'ni qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga Alloh bergan rizqdan yanglar va ichinglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar dedik. O'z vaqtida Sina cho'lida taranjibin va bo'dini bilalla oziqlanayotganinglarda sizlar, ey Musa, biz bir xil yemeklikka chidab turolmaymiz. Biz uchun Parvardigoringga duo qilgin. Bizga zaminning ko'ktatlaridan tarxamak, samsaq, yesmuq va piyozlarni o'stirib bersin dedinglar. Musa, sizlar yaxshini nacharga tegishamsizlar? Ya'ni piyoz, samsaq, ko'ktatni taranjibin bilan bo'dinidan ortiq ko'ramsizlar? Biror shaharga kiringlar. Shu yerda tiligininglar bor, dedi. Ular xorliqda, muhtojlikda qoldi. Allohning g'azabiga tegishlik bo'ldi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari, payg'ambarlarni nahaq o'ltirganliklari tufaylidan bo'ldi. Bu Allohga osiylik qilganliklari va haddidan oshganliklari tufaylidan bo'ldi. Shubhisizki, mu'minlar, Yahudilar, Nasaralar orasidan va farishtalarga, yulduzlarga cho'qing'uchilar orasidan Allohga, oxirat kuniga iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilganlar Parvardigoringning qishida o'z ajridan bahramon bo'ladi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u yo'qdir. O'z vaqtida biz sizlardan chin va'da olgan va turtig'ini ustonlarga tiklab qo'ygan. Sizlarga dunyoda halok bo'lishdan, oxiratda azobga qilishdan saqlanishinglar uchun biz bergan kitobni mahkam tutinglar, ya'ni Tavratga amal qilinglar. Uningdagi ahkomlarni esinglarda saqlanglar degan edik. Shuningdan keyin bergan va'danglardan yuz o'rdinglar. Sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, cho'qim ziyon tortquchilardan bo'latdinglar. Oranglardagi shanba kuni beliq tutmaslik to'g'risidagi shariat cheklamasidan chiqib ketguchilarni qandoq qilganligimizni albatta bilasizlar. Biz ularga xor maymun bo'lib ketinglar dedik. Uni, ya'ni ularga berilgan bu jazoni zamondoshlari va keyingilar uchun ibrat, taqvodorlar uchun vaz nasihat qildik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga, Alloh
haqiqatan sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyuruydi degan edi. Ular, bizni masxir qilyapsan, dedi. Musa, johillardan, ya'ni masxir qilg'uvchilardan bo'lib qolishdan Allohga seg'inib panoh tilayman, dedi. Ular, biz uchun Parvardigoringga iltijo qilginki, bizga qandoq kala ekanligini bayon qilsin, dedi. Musa, Allah uni qeyrimi emas, yoshmi emas, o'ttir yosh bo'lsin deb aytdi. Sizlar buyurilganni qilinglar, dedi. Ular, biz uchun Parvardigoringga iltijo qilginki, bizga uning rangini bayon qilsin, dedi. Musa aytdiki, Allah haqiqatan uning rangi qarg'uvchilarni zo'qlandiradigan sap seriq bo'lsin, dedi. Ular, Parvardigoringga iltijo qilgin. Uning qandoq ekanligini bizga bayon qilsin. Ya'ni dehqonchilikqa ishlatilgan kalimo yoki samirtish uchun beqilgan kalimo bu bizga mujmal bo'lib qoldi. Bu aniq bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolisa uni biz cho'qim topimiz, dedi. Musa, Allah uning yer haydab, ekin sug'urib ko'ndirilgan bo'lmasligini, bejirim olisi yo'q, ya'ni rangida seriqlikdan boshqa rang yo'q bo'lishini aytdi, dedi. Ular, "Endi to'liq bayon qilding", dedi. Ular kalini tepib kelib bo'g'izladi. Ular savol so'raverganlikdan buni o'rinlayolmag'ili tas qoldi. O'z vaqtida sizlar bir kishini o'ltirgan va qotilning kimligi to'g'risida datalash qilishgan edinglar. Sizlar yo'shirmoqchi bo'lgan narsani, ya'ni qotilning ishini Alloh oshkorlovchidir. Sizlarga Musa orqali dedikki, kalining bir partisi bilan o'likni uringlar. U tirilib qotilni aytib berdi. Allah o'liklarni shundoq, ya'ni ko'z oldinglarda bu o'likni tirildirgandek tirildirdi. Sizlarni tushansin deb qudratining alomatlarini sizlarga ko'rsatdi. Ey Yahudilar jamoasi! Shuningdan keyin, ya'ni shonliq mo'jizalarni ko'rgandan keyin dilinglar qetib ketdi. Toshdak yoki toshdanmi qattiq qetib ketdi. Toshlar orasida ichidan suv etilib chiqib, eriqlar hosil bo'ladiganlari bor. Yerilib orasidan suv chiqadiganlarmi bor. Allohdan qo'rqib, tog' cho'qqilardan dumalab tushadiganlarmi bor. Demak, tosh yumshaydi. Sizlarning dilinglar bo'lsa, yumshamaydi va ta'sirlanmaydi. Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ey mu'minlar jamoasi! Davitinglar orqali Yahudilarning iymon etishini umid qilamsizlar? Halbuki ulardan bir guruh odam Allohning kalomini anglab tushungandan keyin uni bilib turib qasdan o'zgartirdi. Ular mu'minlar bilan uchrashganlarda iymon etdik deydi. Bir-biri bilan yolg'iz joyda tepishganlarda Parvardigoringlar qishida mu'minlar sizlarga qarshi pokit ko'rsatsin deb Allah sizlarga bildirgan vahiyni, ya'ni Muhammad alayhissalomning Tavratdagi sifatlarini ularga so'zlab beramsizlar? Buni tushunmamsizlar deydi. Yahudilar o'zlarining yo'shirin va oshkora ishlarini Allohning bilib turadiganligini uqmamdi. Ularning savodsizlari kitobni, ya'ni Tavratni uqmaydi. Ahborlari o'ydirib chiqqan o'ydirmalarni biladi. Gumon bilanla ish qiladi. Kitobni o'z qo'llari bilan yezib, uni oz pulga setish, ya'ni dunyoning ozg'ini manfaati uchun bu Alloh tarafidan nozil bo'lgan degichlarga voy. Qo'li bilan yozganlari, ya'ni Tavratni o'zgartganliklari uchun ularga voy. Buning bilan erishgan harom narsalari uchun ularga voy. Ular bizni do'zax o'ti sanoqliq kunlarla ko'ydirdi deydi. Ularga
sizlarga Alloh shunday qilishga va'da berganmi? Va'da bergan bo'lsa, Alloh va'dasiga hargizmi xiloflik qilmaydi yoki o'zinglar bilmaydiganni Alloh nomidan da'vatamsizlar degin. Undaq emas. Sizlarni do'zax o'ti ko'ydirdi. Gunoh qilgan va gunohga cho'mib ketganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. O'z vaqtida biz Isroil avlodidan Allohdan boshqaga ibodat qilmaslikqa, ota-onaga, xish aqribolarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishga, kishilarga yaxshi so'z qilishga, namoz o'tashga, zakot berishga ahd oldik. Oranglardagi ozg'ini kishidan boshqanglar ahdidan yenib oldinglar. Sizlar hamisha ahdanglardan yenib olasizlar. O'z vaqtida bir-biringlarning qinini to'kmaslikka, bir-biringlarni yurtinglardan haydab chiqarmaslikqa sizlardan chin ahd olgan edik. Keyin buni, ya'ni ahdini e'tirof qilgan edinglar. Buningga o'zinglar guvohsizlar. Keyin sizlar ahdini buzib, bir-biringlarni o'ltirdinglar. İçinlardan bir türküm kishilarni yurtidan haydab chiqardinglar. Gunoh va dushmanlik qilish bilan ularning qarshi tarafidagilarga yordam berdinglar. Ular asir tushib kelsa, fidya berib qutqizib olasizlar. Halbuki ularni yurtlardan haydab chiqarish sizlarga harom qilingan edi. Ya'ni bir-biringlarni o'ltirish va yurtidan haydab chiqarishni ravo ko'risizlar. Ularning asirga tushib, dushmanlaringlarning qo'lida bo'lib qolishini ravo ko'rmaysizlar. Sizlar kitobning, ya'ni Tavratning bir qism ahkomlariga ishinib, bir qism ahkomlarini inkor qilamsizlar. Sizlardan shunday qilganlarning jazosi faqat hayoti dunyoda xorliqqa qilish, qiyomat kuni qattiq azobga duchor bo'lishdir. Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ani shular oxiratni berib, dunyo tirikchiligini setib olgan kishilardir. Shuning uchun ulardan azob yengiltilmaydi. Ularga yordammi qilinmaydi. Shak shubhisizki biz Musoga kitob, ya'ni Tavrat berdik. Uningdan keyin orqama-orqa payg'ambarlar avatdik. Maryam o'g'li Isoga mo'jizalar berdik. Hamda uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril bilan yo'lidik. Har qachon biror payg'ambar ko'nglinglarga yoqmaydigan bir narsa ilib kelsa, takabburlik qilaveramsizlar. Bir qism payg'ambarlarni inkor qildinglar. Ya'ni bir qism payg'ambarlarni o'ltirdinglar. Ular dillarimiz perdlangan dedi. Undaq emas. Ularning kufri sabablik Allah ularga la'nat qildi. Ulardan iman etadiganlar naayt az. Ularga Allah tarafidan ulardagi kitob, Tavratni tasdiqlaydigan kitob, Qur'on nozil bo'lgan chaqda uningga ishonmadi. İlgiri ular Muhammad alayhissalomni vasita qilib kofirlarga qarshi o'zlariga yordam kelishini tilaydi. Ular biladigan, ya'ni Tavratda sufti bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi. Allah kofirlarga, ya'ni payg'ambarlarning tuganchisini inkor qilgan Yahudilarga la'nat qildi. Yahudilarning Allah nozil qilgan Qur'onni inkor qilishi Allohning o'z fazlini, ya'ni payg'ambarligini xohlagan bandasiga tushirganligiga hasad qilish yuzasidandir. Ularning o'zlarini, ya'ni iymonini kufrga setishi ajab yomon ishdir. Ular üstü-üstüge g'azabga tegishlik bo'ldi.
Kafirlar xarlıgıçı azapqı duçar bo'ladi. Ularga Allah nazil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ular o'zimizga nazil qilingan kitobga, ya'ni Tavratga iymon keltiramiz deydi. Uningdan keyingi kitobga, ya'ni Qur'onga ishonmaydi. Halbuki u, ya'ni Qur'on haqdir. Ularning qo'lidagi kitobni tasdiq qilguchidir. Ularga sizlar Tavratga ishonadigan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ltirdinglar degan. Musa sizlarga haqiqatan aniq mo'jizalarni keltirdi. Musa tur tig'iga ketgandan keyin o'zinglarga zulm qilib Muzayni ma'bud qilib oldinglar. O'z vaqtida biz sizlardan Tavratga amal qilishga chin va'da olgan edik. Sizlarga men nozil qilgan kitobni mahkam tutinglar. Bo'lmasa ustinglarga tog'ni tashlaymiz deb tur tig'ini ustinglarga tikladik. Va Tavratga quloq selinglar dedik. Ular so'zingga quloq soldik, amringga osiylik qildik deyishdi. Ularning kufri tufaylidan dillarga Muzayning muhabbati singib ketdi. Ularga agar sizlar mo'min bo'lsanglar, iymoninglar sizlarni ajab yomon ishga buyuridikina, sizlar mo'min emas. Chunki iymon Muzayga cho'qinishga buyurmaydi degin. Ularga agar oxirat yurti, ya'ni jannat Allohning qishida sizlar gumon qilgandek boshqalarga emas, yolg'iz sizlarga xos bo'lsa, sizlarni jannatga ulashtiradigan o'limni orzu qilib beqinglar. Jannat bizga xos degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar degin. Ular qilgan yomon amallari sabablik o'limni hargizmi orzu qilmaydi. Allah zolimlarni obdan bilgichidir. Shubhisizki ularni hayotga hamma kishidan, hatto mushriklardanmi heris ko'rasan. Har biri 1000 yil umr ko'rishni orzu qiladi. Uzun umr ko'rish ularni azobdan qutuldirib qolanmaydi. Allah ularning qilmishlarini aniq ko'rib turguchidir. Aniqki Jibrilga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u, ya'ni Jibril, Allohning amri bilan o'zidan ilgirikini, ya'ni samoviy kitoblarni tasdiq qilguchi, to'g'ri yo'l ko'rsatguchi, mo'minlarga bishorat berguchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. Kimiki Allohni, Allohning farishtalarini, payg'ambarlarini, Jibrilni, Mikoilni dushman tutadigan, Allohni dushman tutgan bo'ladi. Shubhisizki Allah kafirlarni dushman tutadi. Shak shubhisizki sana biz ro'shan oyatlarni nozil qildik. Ularni faqat to'g'ri yo'ldan chiqqanlarla inkor qiladi. Har qachon ular biror ahd tuzishsa, bir turkumi uni buzadi. Balki ularning, ya'ni Yahudilarning to'lisi Tavratga iymon etmaydi. Ularga Allah tarafidan qo'llaridagi kitobni tasdiqlaydigan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uning payg'ambarlik dalillarini bilmaydigandek Allohning kitobini, ya'ni Tavratni orqasiga cho'rib etadi. Ya'ni Tavratning so'zlariga amal qilmaydi. Ular Sulaymonning podshohlik zamonidagi shaytonlarning sehrgarligiga oid so'zlarga ergashdi. Sulaymon sehrgar bo'g'ini va sehr o'g'inish bilan kofir bo'g'ini yo'q. Lekin shaytonlar kishilarga sehr o'g'itib kofir bo'ldi. Ular Babildagi Harut Marut deyiladigan ikki farishtaga nozil qilingan sehrni o'g'itadi. Bu ikki farishta biz kishilarni sinaymiz. Kafir bo'lmag'in demigicha hech kishiga sehr o'rgatmaydi. Ular bu ikkisidan er-xotinni bir-biridan ayirib etadigan narsalarni, ya'ni
sehrgarlikni o'rganatdi. Ular sehr orqali Allohning ruxsatisiz hech kishiga ziyon yetkazolmaydi. Halbuki ular o'zlariga ziyni bor, foydasi yo'q narsani o'rganatdi. Yahudilar Tavratni tashlab, sehrni setib olg'uchiga oxiratda Allohning rahmatidan va jannatidan hech nasibi yo'q ekanligini obdan bilatdi. Ular jonlarining badaliga setib olgan narsasining, ya'ni o'zlari uchun sehr o'rganishni tanlashining ajabmi yomon ish ekanligini koshki bilsa edi. Agar ular iymon keltirsa, sehrni tashlab Allohdan qo'rqsa, ular uchun Allohning dargohidagi savob albatta yaxshi edi. Koshki ular buni bilsa edi. Ey mu'minlar, payg'ambarga ra'ina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar. So'ziga quloq solinglar. Kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ahli kitob va mushriklardan bo'lgan kofirlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga biror yaxshilikning tushishini yoqtirmaydi. Allah o'zining xohlagan bandasiga payg'ambarlikni xos qiladi. Allah cho'ng fazil egisidir. Qandoqli bir oyatni amaldan qoldirsak yoki unutildirsak, o'rniga uningdan ortiq yoki uningga o'xshash bir oyatni keltiramiz. Allohning har narsaga qodir ekanligini bilmamsan? Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansub ekanligini bilmamsan? Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st va madadkor yo'qdir. Ular, ya'ni Yahudilar ilgari Musodan savol so'ragandek, sizlarmi payg'ambaringlardan savol so'ramoqchi bo'lamsizlar? Kimiki iymonini kufrga tegishsa, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozg'an bo'ladi. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar o'zlariga haqiqat, ya'ni dininglarning haqligi oshkora bo'lgandan keyin hasad qilish yuzasidan sizlarni iymoninglardan qaytirib kofir qilishni orzu qiladi. Allohning amri kelganga qadar, ya'ni Alloh sizlarga ular bilan urush qilishga ruxsat qilg'ucha ularni afu qilinglar va kechiringlar. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Namozni ado qilinglar, zakotni beringlar. O'zinglar uchun ishlagan har qanday yaxshi amal bo'lsa, Allohning dargohida uning savobini topsizlar. Allah haqiqatan qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. Ular Yahudi yoki Nasara bo'lmagan odam, ya'ni Yahudilar Yahudi bo'lmagan odam, Nasaralar Nasara bo'lmagan odam hargizmi jannatga kirmaydi deyishdi. Bu ularning quruq orzusidir. Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar degin. Undaq emas. Kimiki yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirdikan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalini xolis Alloh uchun qiladigan, u Parvardigorning dargohida savobdan bahramon bo'ladi. Ularga oxiratda hech qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Yahudilar Nasaralarning hech qanday asosi yo'q. Ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Nasaralarmi Yahudilarning hech qanday asosi yo'q. Ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Halbuki ular kitobni, ya'ni Yahudilar Tavratni, Nasaralar İncilni o'qiydi. Bilimsiz odamlar, ya'ni Arab mushriklarimi ular degandek dedi. Allah qiyomat kuni ularning o'zaro ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqirdi. Allohning masjidlarida
Allohning nomining yod qilinishini to'sqan va ularni vayron qilishga uringanlardanmi zolim kishi bormi? Masjidlarga ularning faqat qo'rqqan holdala kirishi loyiq edi. Ular dunyoda rasvo bo'ladi. Oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga duchor bo'ladi. Mashriqmi, mag'ribmi, ya'ni butun yer yuzi Allohningdir. Qaysi tarafga yuzlansanglarmi, u Allohning tarafi, ya'ni sizlarga ixtiyor qilgan qiblasidir. Allohning mag'firati haqiqatan kengdir. Alloh hammani bilgichidir. Ular, ya'ni Yahudilar, Nasoralar, mushriklar Allohning balasi ba deydi. Allah ularning gumon qilgan narsasidan pokdir. Undaq emas. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Hammasi uningga bo'ysunguchidir. Allah osmonlar va ziminni yo'qdan bor qilguchidir. Bir ishni vujudga keltirishni iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Bilmaydiganlar, ya'ni Quraysh kafirlari, Allah nima uchun biz bilan so'zlashmaydi yoki nima uchun bizga rost payg'ambarlikning dalili sifatida biror mo'jiza kelmaydi deydi. Ulardan burun o'tganlarmi payg'ambarlarga shundoq so'zni qilgan edi. Ularning dillari bir-biriga o'xshaydi. Oyatlarimizni jazman ishonadigan, ya'ni haqiqat izlaydigan qavm uchun haqiqatan bayon qildik. Biz seni haqiqatan mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kafirlarni do'zax azobidan ogohlantirguchi qilib, haq din bilan avatdik. Sen ahli do'zax, ya'ni kafirlardan iymon etmaganlar to'g'risida javobgar emassan. Sen Yahudilar va Nasoralarning diniga kirmigicha ular sendan hargizmi rozi bo'lmaydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, to'g'ri yo'l faqat Allohning yo'lidir. Sana ilm kelgandan keyin, ya'ni pokitlik haqiqat sana oshkora bo'lgandan keyin, agar sen ularning nafsi xohishlariga agishadigan bo'lsang, seni Allohning azobidan qutqizadigan hech qanday do'stmi bo'lmaydi, madadkormi bo'lmaydi. Biz ato qilgan kitobni tegishlik ravishda o'qiydiganlar bor. Ani shular uningga ishonadi. Kimlarki kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda hamma jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Birovga birov qilchilik yordam qilolmaydigan, hech kishining fidisi qabul qilinmaydigan, hech kishining shafoati foyda qilmaydigan, ularga, ya'ni kafirlar va gunohkorlarga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida İbrahimni Parvardigori bir qancha amirlar, ya'ni shariat takliflari bilan sinadi. İbrahim ularni bajo keltirdi. Allah uningga seni cho'qim kishilarga dinni peshvo qilaman dedi. İbrahim mening bir qism avlodimni peshvo qilsang dedi. Allah mening peshvo qilish ahdamga zolimlar, ya'ni kafirlar erishamaydi dedi. O'z vaqtida biz Ka'bani kishilar uchun jam bo'ladigan joy va omon joy qilib berdik. Kishilarga maqomi İbrahimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedik. İbrahim bilan İsmoilga uyimni, ya'ni Ka'bamni tavob qilg'uchilar, itikobda o'ltirg'uchilar, ruku qilg'uchilar, sajda qilg'uchilar uchun pok tutishni buyurdik.
Öz vaqtida İbrahim, Parvardigorim, bu yerni, ya'ni Makkani tinish shahar qilib bergin. Aholisidan Allohga va oxirat kuniga iymon etganlarni turlik mevalar bilan rizqlandirgin dedi. Allah kafir bo'lgan odamni rizqdan ozg'ini muddat, ya'ni hayotligida bahramon qilaman. Ondan keyin uni oxiratda do'zaxga haydayman dedi. Bu nima degan yomon oqibat? Öz vaqtida İbrahim bilan İsmoil Ka'baning ulini qo'pirib etib, Parvardigorimiz, bizning xizmatimizni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimizni anglab turg'utsan. Niyatimizni bilib turg'utsan. Parvardigorimiz, ikkimizni o'zingga itoatman qilgin. Bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatman ummat chiqargin. Bizga hajjimizning qoidalarini bildirgin. Tavbimizni qabul qilgin. Chunki sen tavbini nihoyatda qabul qilg'uvchisan, nihoyatda mehribonsan. Parvardigorimiz, ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib berdigan kitobingni, ya'ni Qur'onni, hikmatni, ya'ni pok sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan pok qiladigan bir payg'ambar avatgin. Haqiqatan sen g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uvchisan dedi. O'zini ahmaq qilganlardan boshqa kim İbrahimning dinidan yuz o'riydi? Haqiqatan biz uni bu dunyoda payg'ambarlikka tanladik. Shak shubhisizki oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. O'z vaqtida Parvardigori uningga Parvardigoringning amriga itoat qilgin dedi. U olamlarning Parvardigoriga itoat qildim dedi. İbrahim va Yaqub o'z o'g'illariga vasiyat qilib, ey o'g'illarim, Allah sizlarga mushu dinni, ya'ni islom dinini tanladi. Faqat musulmon petinglarcha o'linglar, ya'ni imoninglarda mahkam turinglar, toki iymon bilan ketinglar dedi. Yaqub jon uzayotgan vaqtida sizlar yenida bormidinglar? Shu chaqda Yaqub o'g'illaridan, men o'lgandan keyin sizlar kimga ibodat qilasizlar deb so'radi. Ular, sening ilohing va ota bovullaring İbrahim, İsmoil, İsaqlarning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz, biz uningga itoat qilguvchimiz dedi. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallarining savobi o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarning savobi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Ular Yahudi yoki Nasara bo'linglar, to'g'ri yo'l topsilar deydi. Undaq emas. Biz İbrahimning islomga uyg'un diniga agishimiz. U mushriklardan emas edi degin. Aytinglarki, Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilingan vahiyga, İbrahimga, İsmoilga, İsaqqa, Yaqubqa va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musaga berilgan Tavratga, İsaga berilgan İncilga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilgan kitoblarga iymon etdik. Ulardan hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni Yahudilar va Nasaralarga o'xshash, ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz
Allohga bo'ysunguchilarmiz. Agar ular, ya'ni ahli kitob sizlar iymon aytgandek iymon aytsa, albatta to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular iymondan yuz o'risa, sen bilan adovatda bo'lgan bo'ladi. Ularga qarshi Allah sana kifoyadır. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Hili mikrini bilib turg'uchidir. Allah'ның dinida ching turinglar. Allah'ның dinidan yaxshi kimning dini ba? Biz Allah'ga ibodat qilg'uchilarimiz. Biz bilan Allah to'g'riliq munozirlashamsizlar. Halbuki u ham bizning parvardigorimiz, ham sizlarning parvardigoringlardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Biz Allohga sodiqmiz degin. Yoki İbrahim, İsmail, İshak, Yaqub va uning avlodi Yahudi idi yoki Nasara idi demsizlar. Aytqinki, ularning qaysi dinda ekanligini sizlar obdan bilamsizlar yoki Allah obdan bilamdi. Qo'lida Allah nazil qilgan dalil isbot turib, uni yoshirgan odamdan zolim kim ba? Allah sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallari o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Avlod